Ana, to'g'ri bo'lindi. Men qarang, rais boy, bu yetim yesirlar, beva becharalar pulini yegan uyalmaysizmi? Ularniki tabarruk deb o'yladim-da. Bo'ldi. Bu. Qaysi? Alo'ji. Qaysi? Mana bu. Qani? Mana. Sen ko'zing ko'rmi? Ish bola yo'q bu yerda. Seni ko'zing ko'r. Mana buni olgin-da, ko'zing davolab kelgan. Pul qani? Qani, turingchi. Nima bo'ldi? O'tgan hafta biz iqtidorli qizlarni yig'ib, qo'noq startlar Spartakiadasiga olib chiqdik. Spartakiada tumanda o'tkazildi. 5-o'rin olganimiz ko'rmay qoldim. Nimaga? Tumanda o'tkazildi. Menga tuman hech narsa ko'rinmadi. Ikkita qizimiz yo'qotib ham keldim hali. Nima deyman ular ota-onasi? Natija? Natija yaxshi bo'ldi menimcha, chunki menga qahramon ayol ko'krak nishonini tantanali ravishda topshirishdi. Rahmat. Faqat kichkinagina muammo. Qanaqa kichkina? Ko'krak nishonini taqaman desam tushib ketyapti. Sizning muammoingiz kichkina bo'lgani uchun tushib ketyapti. Agar muammoingiz kattaroq bo'lganda turgan bo'lardi. O'tiring. Madaniyat turonina. Uzr, rais boy. Oy. Qichimami bu? Ya, kamashkiyuda. Nima bo'ldi? Nima qishloqqa svet o'chyapti? Xullas, qarochi, qishlog'imizga yangi transformator o'rnatdik-ku. Ana o'sha transformatorga qarg'alar uchib kelib, bir-bir bilan urishib zamakanga bo'lib o'chib qoldi. Bu bilan narsa qildinglarmi? Qildik. Nima? Bitta odam oldik, ishchi o'rin yaratdik. Shuni transformator oldiga qo'yib qo'ydik, oldiga ko'pgina kessanglar to'plab. Nimaga? Ana o'sha kessang bilan kelgan qarg'ani uradi. O'tir joyingga. Rais bu. Ana u yanibda yordamchingiz bor-ku? Zamim. Hamma kirdikorlaringiz televizordan aytdi. Serios? Rost. Biz bilgandik, biz kutgandik mana shunday imkoniyatlar yaratilishini. O'tiring. O'zi rais boy zam chiqib turibdi. Yana bir yomon xabar. Qishlog'imizga koronavirus kelyapti. Serios? Yo'qsa mahallani boshiga beton qo'yamiz. Nima bo'lsa darrov meni boshimga, O'shanda o'tmaydi koronavirus. Beton qo'ysak bo'ldi, muammo hal. Qo'yil rais boy. Butun dunyo hal qila olmagan ishni siz bitta